Bugun sizlar bilan hammamizga qiziq bo'lgan Gorilla ichimligini 3D chizmasini chizishni o'rganamiz. Buning uchun xuddi shu eskizdan foydalanamiz. Birinchi bo'lib SolidWorks programmamizga kirib olamiz. Xato topgan ochib oldim. Yangi detal chizishni boshlab olamiz. Boshlaymiz. Birinchi bo'lib eskizni joylashtirish uchun turbuchi formatda biror bir shakl chizib olamiz. 3D bo'lishi kerak bu, chunki bu yoqda внешний вид berishimiz kerak. Внешний видdan farqi yo'q. Qandayini tanlashda farqi yo'q. Masalan, xuddi shu faylda сохранить как qilib turib, Gorilla saqlab olamiz. Birinchi bo'lib yuklab olgandan keyin bu yerdan o'sha papkani topib ocha olamiz. Menda Gorilla deb saqlangan, bu yoqdan все fayl deb tanlab olamiz. Gorillani ochib olamiz. Endi buni o'zimizga moslab olamiz. Misol uchun shunday qilib o'zimizga moslangandan keyin buni eskizini chizishni boshlaymiz. Bu har bitta detalni etapma-etap chizib o'tirgandan ko'ra osonroq usuli hisoblanadi. Endi liniya bilan chiziladigan maydonni belgilab olgandan keyin bu yoqdan sentrini topib olamiz. Tepa sentr, liniya bitta, past sentrga qarab liniya tortamiz. Endi tortib olgandan keyin bu yoqdan chizishni boshlaymiz. Eskizini xuddi shunga qarab turib chizishimiz kerak bo'ladi. Hozircha skrugleniya berish shart emas, uni keyinroq beramiz. Shuning uchun to'g'ri chiziqdan foydalanib chizaveramiz. Chizaveramiz. Skrugleniyasi chizib oldik. Endi bilamizki, buni past qismida dumaloqroq joyi bo'ladi. Ya'ni hozir ko'rsatib o'taman. Past qismi yarim aylana shaklida bo'ladi. Uni to'g'rilash uchun biz bu yoqda egri chiziqdan foydalanamiz. Egri chiziqni masalan chizamiz. Bu yoqda ham belgilaymiz. Shunday qilib belgilab olamiz. Endi qaychi bilan keraksiz joylarni qirqib tashlaymiz. Bu yoqlar bizga kerak emas. Shuning uchun qirqib tashlaymiz. Endigi qiladigan ishimiz, bu yeri sal xatoroq ketib qolgan, chunki bu yerda ichiladigan sath bo'ladi. Ya'ni shunday ketgan bo'ladi. Shuni biz to'g'rilab olamiz. To'g'rilab olgandan keyin yana keraksiz joylarini kesib tashlaymiz. Mana bitta eskiz tayyor bo'ldi. Endigi qiladigan ishimiz, bu yerlariga skrugleniya berib chiqish kerak bo'ladi. Skrugleniya berib chiqamiz. Birinchi bo'lib tanlab olamiz. Bu yerdan 0.25 yetarli bo'ladi. Millimetrda. Kerakli qismlarini tanlab olgandan keyin ko'rib chiqib, buni ko'paytirish yoki kamaytirish mumkin bo'ladi. Men shunchaki bularni qanday ishlashini ko'rsatib beryapman. Pastlarini ham xuddi shunday qilib qo'yib olamiz. Xuddi
shunday qilib olgandan keyin endigi qiladigan ishimiz xuddi shu eskizni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Belgilab olamiz. Buni belgilab olgandan keyin mana bu yoqda shuncha liniyalarni belgilab oldi. Endi Ctrl S ni bosamiz. Ctrl C. Ctrl C ni bosgandan keyin yangi detal ochib olamiz. Yangi detalda speridiga shuni joylashtiramiz. Joylashtirganimizdan keyin xuddi shunday narsa paydo bo'ladi. Ya'ni boyagi shakldan olgan eskizimizni 2D varianti paydo bo'ladi. Ya'ni endi buni modellashtirish uchun bundan foydalanamiz. Xo'p, qaysi o'q bo'yicha aylantirishni belgilab olamiz. Misol uchun shu. Mana ko'rib turibsiz. Xo'p, biz ishimiz osonlashyapti. Biz chizib o'tirmayapmiz. Aynan xuddi shunaqa qilib chizib o'tirmayapmiz. Keyin bu yoqda ko'radigan bo'lsangiz, bu yog'i o'sha yarim aylana shaklida deysizmi, yarim oy shaklida deysizmi, xullas o'shanaqa shaklda paydo bo'lyapti bizga. Endi bu yog'ida bilasiz, hop, ochiladigan joylari bo'ladi. Masalan, shunaqa joylari bo'ladi. Endi bu joyini ham chizish uchun o'zimizga qulay bo'lishi uchun xuddi shunaqa qilib saqlab olamiz. Ya'ni shu rasmga qarab eskiz olsak bizga ham qulayroq bo'ladi, keyin ishimiz ham tezroq bitishiga olib keladi. Hop, bu yerdan granni tanlab olamizda, bu yoqdan o'sha rasmni olib kelib olamiz. Biz Kentop deb nomlab oldik. Safari'dan Kentopni qidiramiz. Kentopni topdik. Endi buni o'zimizga moslab qo'yib olishimiz kerak. Ya'ni xuddi shunday qilib qo'yib olamiz. Endi xuddi shundan eskiz olsangiz bo'ladi. Masalan, bu shaklni chizish uchun yoki mana bu shaklni chizish uchun siz o'zingizdan eskiz olsangiz bo'ladi. Mana bu shaklni chizish uchun yoki bundan chizish uchun eskiz olib turib chizib ketaverasiz. Buni bu yoqlarda to'xtalib o'tganimiz uchun buni o'zingiz mustaqil qilib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Keyin bu yoqlariga yana внешний вид berib turib, o'zingiz yasagan, masalan, energetik ichimlik uchun qilyapsiz, misol uchun, yoki boshqa uchun, yoki masalan, boshqa narsalar uchun qilyapsiz. Shuni bu yoqdan Google'ni bilasiz endi aka, inglizcha yozmasangiz chiqarmaydi. O'zbek kontent kamligi uchun biz harakatdamiz aka. Podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. O'zbek kontenti uchun harakatdamiz. Endi xuddi shunaqa qilib yozib olib turib, masalan, qidirib topsangiz bo'ladi. Любой, mana masalan, xuddi shuni misol uchun ko'rsatib beraman. Mana xuddi shu rasmni olib yoki uni o'zingiz Adobe ilovalarida ishlab chiqsangiz bo'ladi. Bizda Cover PNG faylda saqlab oldik. Endi bu faylni topib olamiz. Cover PNG ni topib oldik. Endi xuddi shunday bo'ladi. O'zingizni dizayningizni bu yerda to'g'rilab chiqsangiz bo'ladi. Masalan, kattalashtirasiz, boshqa qilasiz. Va realniy narsaga o'xshash narsa bo'ladi. Va buni eng qiziq tarafi, buni platformalarda ko'rib chiqdik. Juda yuqori narxlarda sotilgan yoki arzon narxda sotilgan, lekin ko'p martalab sotilganligiga guvoh bo'lamiz. Aynan hop, mana butilkani emas, boshqa narsalar bilan o'zingiz sinab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hop, keyingi videolarda qaysi funksiyalar bilan ko'proq ishlash yoki qaysi platformalarda yoki qaysi detalni chizish bo'yicha savollar bo'ladigan bo'lsa yozishinglar mumkin, yoki bu SolidWorks ni o'rnatish bo'yicha bizda kanal mavjud. SolidWorks
Buni egasi Nosir akamiz bo'ladi. Mani kanalim emas, shunchaki foydalanish uchun olib turibman. Buni linkini videoni pastiga joylab qo'yaman. Rivojlanish uchun like bosinglar, podpiska bosinglar. Hammanglarga rahmat.